Pol komandiri, jinsiy armiyasiga cho'yin pekapti, siz bilan ko'rishaman deydi. Aldirashligimni ko'rmadingmi? O'zing kutaver. Cho'yinning alpaz yomondek turdi. Xuddi qo'saq ko'piga badek. Onunğa men politning shtab boshlig'i qanday ketimiz bo'lsa menga desam, u men Lilong bilan ko'rishaman. Boshqalarning salohiyati to'shmaydi deydi. Onun qo'saq ko'pigi bormikan? Ondaqda men qo'saq ko'pigini kimga aytaman? 358-polik yapon bosqinchilarga qarshi urush bo'lg'ach qizgan tatmidi. Bo'lmasa men 1 soat ichida uning 2 batalyonini yo'qotib o'tdim. Pol komandiri, jinsiy armiyasi bilan o'ttirimizdagi ishni yana o'zingiz Cho'yin bilan so'zlashib, balduroq hal qilib o'tganingiz tuzuk. Bo'lmasa kunlarning birida alvaslar tuyuqsiz ba'ziga besib kirsa, chatoq bo'larmikin deyman. Bu nada? Qubilxonda sizni saqlayotdi. Yunfi birodar! Yunfi birodar! Ha, Yunfi birodar. Yo'ling birodar. Yana yuz ko'rishdik. O'tiring. Ha. Nima? Meni bir ish to'g'riliq izlab kelganmidingiz? Hukumat ish to'g'riliq so'zlashga keldim. Hukumat ishini birdan turib deyishayli. Bugun obdaroq ishishmasak bo'lmaydi. Bu yoqqa aram bir keldingiz emasmi? Araqni bo'ldi qilayli. Agar rostli shundoq ko'nglingiz bo'lsa, mening yuzimni qilib, Dago bozordagi qo'shinimni ketkil qo'ysangiz, cheksiz rahmat aytadim. Dago bozorda bir ish bo'ptimi? Jandab yo'q. Jandab yo'q. Va! Pol komandiri, meni izlamadingiz. Jan shtab boshlig'i, Dago bozorda nima ish oldi? Cho'polik komandirini nima ish qilib qo'ydinglar? Sizga deyishni unutib qoptiman. Bir necha batalyon Dago bozorda manevr qilib o'tdi. Diviziya shtabida shundoq buyruq tushgan. O kuni siz ko'proq ichib qo'yib ekansiz. Shuning bilan men 3 batalyonni manevr qilishga o'rinlashtirgan. O kuni ko'proq ichib qo'ygan bo'lsam, nima ishga aytsa menga doklad qilmading? Pol komandiri, kechiring. Aytsa aldirash bo'lib ketib deyishni unutib qoptiman. Nemanda g'araz uqmaysan? Shundoqmi mas'uliyatsizlik qilamsan? O'zingni obdan tekshir. Xudo'ma. Xo'p. Cho birodar, bu ishni sizga uqtirib qo'ymagan sabablik menda. Kechiring. Yo'llang birodar, bu ishdan endi xabar topgan bo'lsa, men bu boshqa gap qilmay. Faqat Dago bozorining sirtidagi askarlaringizni chekintirishingizni umid qilaman. Yo'llang birodar, talabimni rad qilmaydigansiz. Chatoq yo'q. Jan shtab boshlig'i, Cho'polik komandirining gapini angladingmi? Anladim. Pol komandiri, lekin men buning amalsiz. Bu buyruqni diviziya shtabidan tushirgan. Buyruq xiloflik qilishga haddim emas. Bundaq bo'lsin. Diviziya shtabiga o'zingiz berib, komandirdan buyruqni amaldan qoldirishni o'tirsangiz bo'larmikin. Shundaq bo'lganda biz javobgar bo'lib qolmaymiz. Cho'polik komandiriga qanoatlangulik javob bera olamiz. Bo'lma bo'ldigan chor ekan. Men ertalar diviziya shtabiga boray. Cho birodar, siz mushad bir necha kun saqlab turing. Jiqbos 4-5 kunda qaytib kelaman. Cho birodar, manevr qilish yuqorining buyrug'i ijro qilmasak bo'lmaydi. Birodarning tushunishini umid qilaman. Siz berib 4-5 kunlik kagicha bu 2 batalyon askarim ochliqdan o'lib qolarmikin? Amiz qanday qilsak bo'lar? Birodar, o'zingizdan. Damdiman. Menimcha bo'ldi qilayli. Bundaq samimiyligingizdan men qattiq ta'sirlandim. Diviziya shtabiga berib avar bo'lmang. Bir ishni sizdan o'tinmoqchiman. Hey, davrang. Sizning ishingiz mening ishim. Qo'shiningiz bir yo'l echib basin. 2 batalyon askarim chekinib chiqib olsin. Bunchalik ish qilg'u o'zingiz bir nim deyalaydigansiz. Men bo'ldi. Dago bozoridagi askarlaringizni nima ish chekindirsiz? Menga mo yuqoridan buyruq tushdi. Boshlig'ingizdan buyruq tushgan bo'lsa, men uningga bir nima deyamagidekman. Jan shtab boshlig'i, bu ishni o'zing bajarib o'tgan, manevr o'tkazayotgan qismlarga ayt. Murosim o'tkazib, do'st armiyaning askarlarini uzitib qo'ysin. Dag'dug'roq qilinglar, ha? Bag'in. Hop. Yo'llang birodar. Emisman mangay. Cho birodar, bizda ishtishimidoq. Bugun kelsangiz bo'lmaydi. Boshqa kuni men sizni mehmon qilay. Bugun turib qolamaydigan bo'ldim. Amsa sizni zo'rlamadim. Fursat bo'lsa, obdaroq ishtishib olamiz. Cho birodar,
Hoşamsa? Hoşa! Chaqariq bol. Bugun qilib g'ashimiz jiq. Rayip. Yangi askarlarni yana bo'zaq qilyotgan o'xshamabsan. Kim bo'ldi? Kim bo'zaq qildi? Yampon kelgandan buyon hech chiqinmay. Xuddi pomishklardek tomosha ko'rib o'ltirayotgan o'xshamabsan. Unda qilsang qanday bo'ladi? To'liq komandire, siz bilmaydi ekansiz. Duyanpon degan yana askar hech qanday qoidani bilmaydi. Men ko'ni askar turib yetaklamsam qanday bo'ladi? Bunda qilishim birinchidan unaga qoida o'rgatish, ikkinchidan ko'zini pushirish. Bo'lmasa, kunlarning birida men qurbon bo'lib ketsam, oldingizdan kim xabar oladi? Og'zingni yom. Bundan keyin yana shundoq shumig'izni qilgan bo'lsang, edivangni yeysan. Hop, to'liq komandire. Bundan keyin diqqat qilaman. Cho'qim yaxshi gapni qilaman. To'liq komandire, deganingiz to'g'ri. Rayib doim yangi askarlarni bo'zaq qiladi. Oqshom o'mini futini yug'an yundim to'kayat degan edi. To'kmayman desam, bundan keyin o'zingga ogoh bo'l, bo'lmasa tishing to'kaytaman dedi. To'liq komandire, bir lilla gap qilib ketma. U bunda qamlashmagan qiliqlarni markaz armiyastikilardan o'rganganmidi? Ha? Uni ursang bo'lmamdi. Ha? Bundan keyin u seni yana bo'zaq qilsa, gapmi qilmay, bu soltekni bo'lishiga ur. Hop! Bundan keyin bo'lishiga urma. Duyanpon, qaltisqo. Kelganiga 4 kun bo'lmay turib, chiqimchilikni o'rganib oldingmi? Nima bo'ldi? Men sening militaristlarcha iste'lingni to'liq komandirga doklad qilyapman. To'xtab tur, ikkimizning yolg'iz qolgan chaqdirim bo'ladi. Hisob kitobni shu chaqda qilishimiz, ha? Meni qo'rqidi deb qaqoqishmamsa. To'liq komandire. Emish. Ruxsat so'ramoqchi edim. Ruxsat? Ha, Nega boratding? onamni yo'qlab kelay degan. Anang ko'chib ketdi. Yerlik hukumatdagi yo'ldoshlar anangni Shovan kentiga bir ishonchli oilaga o'rlashtirib qo'ydi. Xotirjam bo'lgin. Anang jabha tatib qolmaydi. To'liq komandire. Men bozorda askarlik qatnashqachqa onam bilan ko'rishamadim. Shunga onam esimdan chiqmay, hech qanday ishga qo'lim bormayotdi. Anangni ko'rib kelishga ruxsat bersam, qo'ling ishga boramdi, ha? To'liq komandire, xotirjam bo'ling. Qaytib kelgandan keyin ko'nglimni to'xtatib, ishimni qilaman. Alvaslarni yo'qotmoqcha hargiz ketmayman. Ma'qul, men qo'shildim. Sana 3 kunlik ruxsat beray. Rayib sen bilan birga bosun. Yo'lda diqqat qilinglar. Qurol elib olinglar. Xo'p. To'liq komandire. Onamning o'rnida sizga bosh qo'yay. Voy, nimaga bosh qo'ysan? Biz 8-armiya, undaq narsalarga ishonmaymiz. Bag'in. Doklad, 8-armiya Yelashkin polkning komandir Kunjay kapto. Boshlab ker. Hop! Marhamat. Cho'poli komandire, ko'rishmaganimizga xali bo'pti. Qandaqroq turyapsiz? Davlatingizda har holda qadr ahvol. Kompol komandiri, sizga texnik rahmat aytsam bo'ladi. Siz yordam qo'lingizni sunmagan bo'lsangiz, askarlarim qish yelin qolatdi. Marhamat. Cho'poli komandire, bak tuz qilib ketdingiz. Biz degan do'st armiya, o'zaro yordam bersak qanday bo'ladi? Lekin shu qatimki ishda Leyullon aralashmoqda. Bu ish hal bo'lgandi. Hal bo'ldi. Suhbatlash orqali Leyullon moddiy ashyolarni qaytirib berdi. Hay? Kompol komandiri, bugun bir ish to'g'riliq kelganmidingiz? Bir ishni o'tinib keldim. Qani davram. Sizning ishingiz bo'lsa, qo'lim ko'ksimda. Men tek sizga odamgarchilik qarzdor. Anglasam, siz askarlarni yig'ib, xiyinchilig'isidek qaraqchilarni yo'qotmoqchi bo'lyapsiz. Rasululloh shundaq ish bormi? Qaraganda kompoli komandirining qo'liga bak uzunkan. Shundaq ish bor. 8 armiya, 8 armiya. 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 8 armiya
Ben bu işni yan komandaga doklad qilib boldim. Yerlikliklarga ziyon solayotgan bu ziyondoshni yo'qotish uchun 358-poli Xeyunjilovskiy qarashlarni yo'qotish irodasi keldi. Qandaq? Kompol komandiri, boshqa chiqarishingiz bor o'xshamamdi. Bundaq ishdi. Necha kundan oldida Xeyunjilovskiy kishi bavchon aloqalashga odam avatib, qo'shinimizga qaytilib, yapon bosqinchilariga birlikda qarshi turishni xohlaydiganligini bildirgan edi. Hozir yapon bosqinchilariga qarshi turish mezgili bo'lgandan keyin qarshi turishni xohlaydiganlik qurolli kuchlarning burun qanday ish qilganligini surishtirmay, Jungodagi yapon bosqinchilariga qarshi qurolli kuchning bir qismi deb qarasak bo'ladi deb o'yladim. Qaraganda kompol komandiri Shebavjonning gunohini tilab kelibsiz-da? Ay, gunohin tilash degili bo'lmas. Men hissiyat almashtirg'ili keldim. Mubada Shebavjon qismimizning o'zgartishini qabul qilsa, 8-armiya yangi 2-polikning bir qismi deb qaraldi. Mubada shu polik komandiri yo'qotmasam bo'lmaydi deb turibsa, do'st armiya o'rtasidagi do'stlikqa ta'sir etmay qolarmi? Kompol komandiri, maqsadingizni tushundim. Mubada men Shebavjonga qurol tanglisam, 8-armiya yangi 2-polikqa qurol tanglagandek bo'laman. Shundoq demoqchimisiz? Asosiy jihatdan shundoq. Kompol komandiri 8-armiyaning yangi 2-polki bilan Li Yulongning qismi yana Dingweining qismi 3 burjak shaklda mudofaa o'rinlashtirganligiga diqqat qilib qoldim. Taqqa tayinib, payliq joyini egilab, jang vaziyatida o'zgarish bo'lgan aman qo'shininglar o'ng so'l tarafdan qistab, ham hujumga o'ta olasizlar, ham mudofaada tura olasizlar. Bundaq mudofaa o'rinlashtirishiga haqiqatan qoyil bo'ldim. Cho'poli komandiri, bak ashiravatdingiz. Hammamiz askar boshqarayotgan odam. Sap tuzib askar o'rinlashtirishdan boshqa ish qo'limizdan kelmaydi. Cho'poli komandiri, siz taxay bayq talabimga javob berdingiz. Kompol komandiri, bana boshqa tanlash yo'l qoldirmadingiz. Yapon bosqinchilariga qarshi urushga buzg'unchilik qildi. Surkilish paydo qildi degan qalpoqni kiyishdan qo'rqmasam, buning hukmi boshqa. Bo'ladi. Qilichimni g'ilpiga solib olay. Kompol komandiri, endi rozi bo'lgansiz? Amsa sizga ko'p rahmat. Men mangay. Ne bo'ldi? Oldi tarafga to'siq quribdi, ko'rmadingmi? Bu yerdagi dushmanlar baq qattiq tekshirdi. Hamma odamning yemini aqtirdi. Xo'rjindagi qur'oni bilan hargiz o'tib ketmaymiz. Chingin bozordagi bu yo'ldan men doim mangabdim. Yo'l bozorni to'g'risi kesib o'tadi. Aylanib o'taylik desam boshqa amal yo'q tursa, qanday qilamiz? Biroq bir yoki ushirib qo'yib, qaytashimizni elib ketmakdan boshqa amal yo'q. Tapanchani yoshirib qo'yamdi. Tez bo'l. Rahim, qara, qalchangisi. Tapanchani aşağı yoshirib qo'ysak pek yaxshi bo'ladi. Bu nima bo'ladigan char ekan? Men daraxtga chiqolmayman. Sen chiqa olamsan? Kichik vaqtimizda o'ynaydigan yayoqdek daraxtga chiqib o'ynaydik. Qarab tur, ha? Diqqat qil. Ray, tapanchani mangla. Chig'roq tut. Changdasa. Ko'rinib qolmaganda? Tez. Hey, to'xta. Sen baba, to'xta. Hey, to'xta. Chaqiryapsiz, menga bilsan bu. Anglamabdiq. Boshliq, bir ish bormidi? Qarag'anda yaxshi odamdek qilmaysan. Tekshirman. O'ta bu yoqqa. Boshliq, bizga mo'min fuqaro. Hey, Soltak. Bu yerdan o'tganlarning men mo'min fuqaro demaydig'im yo'q. Shundaqmi, kunda 8-9 ni tutib turamiz. Sen mo'min fuqaromi, emasmi? Sening deganing hisob emas. Mening deganim hisob. Uqdingmi, Soltak?
To'g'ri, boshliq. Boshliq, mangsak bo'lamdi. Mansa qo'lamda, to'xta! Nega mansa? Ha? Uyga? Sizlarga shuni deb qo'yay. Mana yo'l qilib qolganlar, sizlarning ta'limlar. Sizlarga qo'saq baqadigan o'pta yedim birini tep beraman. Boshliq, undaqda biz nima ish qilamiz? Albatta o'pta ish qilasizlar. Xutonlama, podshoh armiyasiga akib qo'llab, o'ta yasaysizlar. O'rna yeysizlar. Yana texi 1-2-4 tanga berishimiz mumkin. Boshliq, gapimga quloq solsangiz, onam og'rib qolgan, meni doğru ip keladi deb qarab turdi. Bizga yaxshilik qilib qo'yayotgan bo'lsangiz, rahmat, bizni qo'yayotgan bo'lsangiz, Ne bo'lsa? Ha? joyingda jim turish. Podshoh armiyasining buyruqiga bo'ysunmasang, it o'timi? O nima deydi? Gap anlamasam o'lsan deydi. Aka, biz boraylik. Onam berdi ekan emasmi? Boshliq, biz qilamiz. Onam bersizlar shunaqmi? Texi ish haqqim berdi ekan. Onamga doğru ip beralaymiz. Biz qilamiz. Biz boraylik. Ha, magidan azroq qamlashdi, ha? Mana, ber tizimlar. Ma'qul. Biz boraylik. Mana, Ma'qul. Voy, kumpuli komandiri, japa çektiniz. Şu yunfi bilen deyişken gaplaringizning hammasidan xabar topdim. Rahmat, ko'p rahmat. Şey ataman, tuzit qilma. Bizga o'mindan olan do'st armiya emasmi? Qanday ish bo'lsa, maslahat bilan qil. Ha, marhamat. Qani. Ha, marhamat. Qani. Ha, o'tiring. Kumpuli komandiri, azroq ariq ichib, ustunligingizni qondirib bilan. Bo'ldi, qo'ymang. Tefeylilar Lepoli komandirning ketishib keldi. Ataman, necha kundan oldida deyishga ishni qanday o'ylashdingiz? Maslahatlashdik. Birodarlarimning hammasi 8-armiyaga kirishga qo'shildi. Yaxshi-ku. Lekin ikki shart qo'yib turib oldi. Tatinmay davring. Birodarlarimning deyishcha, olvostlarni shartsiz yo'qdimiz. Lekin burun jahondarchilik qilganda amalsizlikdan ba'zi ishlarni haddidan oshirib o'tgachga qaroqchi degan yomon atoq qoldiq deyapti. Garchi nom atog'imiz yaxshi bo'lmasa-mu, lekin o'zimizning junguliq ekanligimizni unutib qolmadik. Ajdodlarimizga 100 kelmaydigan ishlarni qilsak bo'lmaydi. Shundaqmi? Satqinlik qilib, xalqning haqoratiga qilgan ishni hargiz qilmaymiz. Agar 8-armiya bizga samimiy muomala qilsalar, bizmi sizlar bilan birga urush qilamiz. Lekin burungi ishlarni butunlay salat qilib o'tsizlar. Keyin hisob olamiz deb turib olmaysizlar. Yana qo'shilgan birodarlarimni ayirib o'tmaysizlar. Bizga ayrim ism qo'yib bersizlar. Chatoq yo'q. Ikkili shartingizga qo'shildim. Sizlarning nominglar 8-armiya yangi 2-polkning mustaqil cho'ng atrati bo'ladi. Siz atrat boshlig'i. 3-chi ataman ma'lum atrat boshlig'i bo'ladi. Burungi ishni surishtirmaymiz. Men 8-armiyaga vakolatdan shu atamanning qo'shilganligini qarshi olaman. Lekin bundaq ikki ishni avval deb qo'ymsam bo'lmaydi. Birinchi, buyruqqa, qo'mondonlikqa bo'ysunisizlar. Ikkinchi, 8-armiyaning intizomiga qattiq rioya qilasizlar. Buningda chatoq yo'q. Burungi ishlarga shuning bilan salavat. Bugundan boshlab birodarlarimning qaysisi topdan chiqib ketsa, 8-armiyaning qoidasi bo'yicha jazolayman. Ma'qul. 8-armiyaning qoidasiga asosan men bir necha kundan keyin atratingizga siyosiy komissar, o'tir atratga yetakchi avatiman. Bo'ladi. Ma'lumotlarga asoslanganda dushmanlar hozir askariy kuchini yig'ib nuqtaliq mudofaa ko'rib o'tibdi. Qaranglar. Bu yaponlar chekingandan keyin nuqtaliq mudofaa ko'ryapti rayonlar. Aslida ularning o'ttir qismi bo'lib, ular bexatar rayon deb qarg'ashqa potay va mudofaa okuplarım yo'q edi. Lekin mushu oydan boshlab bu atrofda taraf-tarafdan fuqarolarni tutib, okupga o'ltiribdi. Bu Akamuraning koni usuli. Potay, chunqur okup va tikanlik sim bo'yicha doiraga ayirib, tosh yo'lda va temir yo'lda
Çarlaş it bardı. Ha. Yanılı şu konu perde, yanı nersi yok. Bugünden başlap alvasılar acizleşik başlaydı. Esker menbez kurup ketivatıdı. Ha? Ulanın günü uzakka bağmaydı. Pol komandiri. Axbaratçımız yana bir axbarat ep ketdi. Şu yunfiga munosabatga. Çoyunfe jim turmaydigan adam, o neymiş qilib o'tibdi. Axbaratda deyilishicha, Choyunfining 358-polkka yaqinda cho'ngroq bir ish qiladigan o'xshaydi. Har bir askarga o'q to'ra 3 kunlik o'zug'liq taqib beribdi. Jang qiladigan o'xshaydi. Alvastılar qo'shinni yig'ib mudofaa bilan aldirash turgan ekan, ha? Choyunfe jim turmaydi-da. O nayet aqlli odam. O yer egallayotidu. Dushmanlar bir qadam chekinsa, u bir qadam ilgirlayotidu. Undan keyin gezitda Gomindan armiyasining Choyunfe qismi munchalik yerini qaytarib oldi deb po'yitib maqtanyapti. Bularning hammasi quruq narsalar. Amaliy ish degan nima? Jungoda 1 milliondan ko'proq yapon askari bor. Birisi yo'qolsin, biriga hisob. Mana buni amaliy ishlaymiz. Aras. Yana bir ish. Dantman bilan Veyrayevning yo'lga chiqqaniga 3 kun bo'ldi. Bugun 4-kuni. Lekin faqat tergini ololmayapmiz. Ular düşmanlar ishg'ol etadigan rayondan o'tadi. Bo'libmi Chingmin bozorida düşmanlar fuqarolarni tutib kelib, okib qo'lashga selyapti. Meningcha ular bir ishga yo'l qo'yib qutulishga amalsiz qolgan bo'lishi mumkin. Abla, bu ish butunlay esimda ko'tarilib ketibdi. Ular avarchilikqa yo'liqqan o'xshaydi. Komandir, ularning oldiga ochiq askarlar rotasini avatamdiq ya. Hey! Sen bu yoqqa kel. Berib unga yordamlash. Tez bo'l, tez! Nima qarab tursa? Ura! Tez bo'linglar! Baga! Tez bo'l! Tez ishlanglar! Dantman. Bakla ochim kelyotdi. Tez bo'lash tez! Anamni nima deb ko'rmoqchi bo'lgandim. Menimi bu balag'i tiqib, olvastilag'i madigar ishlab, endi o ko'nglim tingandi. Bo'ldi. Rahim, nima vaqtlik o'tildaysan? Men qo'zg'amni boshlig'iga yer topolmay turibman. Tez! Atrof obdara qarab baqdim. Qashqir bo'lamdikin. Hey! Nima qaraysan? Katta ishla! Hey! Tez bo'l deyman! Tez chop! Tez bo'l! Sen oyan qo'la! Rahim, ish o'rnida alvaslarning 5li qarovuli bor ekan. 3 ustida, 2 pastga. 6 taraf to'squ yo'q tuzdan joy ekan. Bu yer bilan tapanchani tiqib qo'ygan joyning orliqi. Oz degandimi? Yerim chaqirim keladi. Bundaqla qochirgan bo'lsak, alvaslarga qaramchiq bo'lib beramiz. Amsi amal qilib bu 5 alvasini o'chiqtirib deyli. Oson emas, chuma. Ular bir tarqoq turibdi. Birisini o'ldirib qo'ysak, hammasi yopirilib keladi. Amal qilib ularni hammasini aqlayli. Ikkimiz ularga gap yo'q deymiz. Qanday qila olamiz? Nima deyapsan? O'ldirsak o'ldirdik. Bir yurtdashimning deyishicha, uning kayfini 20 kun bo'ldi. Bu ish yana 20 kunda tugatganda. Ish tugagandan keyin deb saqlab tursak bo'lmas. Pol komandiri 3 kunlik bir ruxsat bergan tursa. Amal tepildi. Qanday amal? Ikkimiz yalg'onda urushgan bo'lib, bu 5ni bir yerga olib ekilamiz. Anda ularni joylaymiz. Qandaq? Jadaq yo'qmi? Rahim, qaltis kelsa, Shunday qilamiz. qilaylik. Birodar, sen turgan bo'ldi. Amsi men boshqa qo'zg'aldim, ha? O soltak! Ne qatsın? To'xta! To'xta! Seni o'tirib etmaydigan bo'lsam! To'xta! Ne qatsın? O soltak! Baga! Hey! Ish qilishyapsan! To'xtat! Hey! Qo'lingni tut! Ara ishkisi kepti. Qur'ondan tatbiq qilib kim birga bo'lsa, boshqasini joylik deydi. Adam öldürdü! Tez kaçaydı! 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 Kaçaydı!
Sen avval çekin, ben muhafızat kılay. Ağladın mı? Kulkunu pak tıkmadın mı? Ben seni çekin davet etmem, bu! Sen çekil gel, ben seni muhabbet. Sen avval çekin, bu degen buyruk. Sen ya benim başlığım olmasan, demiş ki senin buyruğunu anladık etme. Sana şöyle de koyar, hiç çıksak her işkimiz kız bitemeyiz. Ya bunu gelse o solteklerden can, ilişamız şu. Zaten gep anlamaydıgan emik geçse. Rahip, okum tüküdü, senin eştal kaldı. Yine bir tal. Derhal ormanlık verip kapaçını ek gel. Şöyle bir şöşeli, kes bol! Makul. Rahip, dikkat kıl. Rahip, dikkat kıl. Rahip, dikkat kıl. Al tarafta! Kişi! Al vaktila! Müstakil boyutdan artık askerler geldi. Bir 1944 yılı 6 ayda İttifaktaş armiya Fransa'nın Normandiya deniz qirg'og'ida qurug'liqqa chiqib, ikkinchi jang maydonini ochdi. O'q markazi qo'shinlari chekinishga boshladi. Jungodagi jang maydonida Yaponiya armiyasi askariy kuchini yig'ib, nuqtaliq mudofaa ko'rish taktikasini qo'llandi. Jungo armiyasi qisman joylarda qaytarma hujumga o'tib, qo'ldan ketgan yarani qaytarib olishga boshladi. Selam! Ben hakim, sizni tabrikleymen. Anhua qo'limizga o'tdi. Endi ma'mur ishlarni yana o'z qo'lingizga olib, fuqarolar uchun xizmat qildigan bo'ldingiz. Birga bo'lsin. Lekin Anhuada siz shu polik komandirdan boshqa polik komandirmi bor? Mendan boshqa kompartiyaning laylik hukumatimi bor? Qamlashimga ishda bu. Hamma o'z oldiga siyosat tuzsa qandoq bo'ladi? Vaqt chiqarib, Liyilong bilan paranglashib baqay. Anhuada birla hokim, birla hukumat bo'lish kerak. Shahar kiraylik. Hay, qarg'ilishni qanday ish qildim? Yaman emas. Tözden okman hemmisini etip oldu. Del tekizdim desem po atkan bulunan. Al vastılarının kallısı boğan bostu. Takıma işenç bile atattı. Polik komandiri ikkizdan tasdiqlagan to'g'ri. Tözdan o'qimlarni topdim. Keyin işküzdal tasdiqlab berdi. Qo'y. Polik komandiri san hajab e'tibor bergan bo'lib ketibdi, ha? Amal yok. Kim bizden pişanımızda onu olsun dedik ya. Sen sol tekmeze. Rahip! Bak! Bu ciddi ma'lumotni hozirla diviziya shtabiga avatmasak bo'lmaydi. Xabarchilar yo'qkan. Polik komandir seni apropasin deydi. Hop! Vazifa cho'qim o'rindayman. Tez berib tez qayt. Biladi. Rahip! Ha? Kılıç neydi var? Ben bildi barayım mı? Unda qilsa qanday bo'ladi? Polik komandirning yerida odam bo'lmasa bo'lmaydi. Futqoloq chaqariq bo'lsin, ha? He, makul. Ah, mayli. Ağina. Bana yarayda adamda şu neçisi bak. Biri, bizden polik komandiri. Yani biri, sen. Sen haramzadının maharet dehili yaman emasken. İkimiz tutuşup kalsak 50 mertebe geçe boşap gitmeyeceksen. Ağine, pek tez tıkıp gittin. 100 mertebe geçe eli sakma, her işkilimiz birbirimizden kalışmayımız. 100 mertebedeki kandak bulduk alıkını. Bir tanrıyla böyledi. Sen sol teknan, muştu mu, peşvası mı, gihetini mi kattıkken? Futturuğunun pekatle terbeme etkensen. Lekin muşlarpan bana yakıdı. Beni kütken şu çağda işkimiz kanıqdek paranlaşımız. Ağine, bana kaytıp gelgen seni harak tertip kılımı. Buludu.
Ben bağırdım. He. Çok! Çok! Qaytib kelgensini araqda kutib qilma. Buludu! Çoğun ataman 8. armiyadaki konpolu komandır bilen ular ketiliş doğruluk sözleşipti. 8. armiya terbirimizge koşulsula bu iş bütüdü. Bundan keyin biz mo 8. armiya bolamiz. 8. armiyanın hamma tarifi boludu. Lekin şu tüzüm vaqatdaq o'g'irlig'ili, bulug'ili, nashchakili, xotin kishi bilan ko'ngil ochqil qo'ymaydi, qimar o'ynag'ili ham qo'ymaydi. Undaq yashaganning nim foydasi? Odam degan shuning uchun yashaydigan tursa. Shu emasmi? Odamni tunjuqtirib o'ldirdi-da. Chidab turayli. Qani qarab baqmandiq. Putimiz o'zimizning bo'lgandan keyin avval ularga qetilayli. Atlashmasa o'zimiz bir amal qilmandiq. Anlasam 8. armiya ta'minot taqatmaydi ekan. Bekor turganning o'rniga bizmo ancha-muncha uni buni qilib turamiz. Çoğun ataman 8. armiya bilan so'zlashib, kelishib qolsa hech qilmaymiz. Ikkinchi begim o'lji keldi. Birodarlar, tayyorlaninglar, yuringlar. Qimirlama, qorani tashla. Sizlarga keragi pulg'u. Yenimda bir nash tangili bor. Elinglar. Lekin qurol ko'tarishning nima hojati? O soltak, senda qalandardan tangi chiqamdi. Bu soltakning kallasini kesib, daraxtga esib qo'yinglar. Birodarlarimizning qisasini olgan hisob bo'lsin. Bu qissasini olmasam, Hergiz adam emasman. Buyruq, 1. batalyon yig'ilsin. Lavli, sana deydigan gapim bor. qanday kepingiz kelgan deshayli. Hozir cho'lim yo'q. Hozir demasam bo'lmaydi. Bo'ldi, quruq gapni oz qilib, qanday kepingizda? Qiyinchilig'ida kishi Bavchonon tunigan 8. armiya ketilish qo'shilganligini deb qo'yg'ili keldim. Ularning nomi yangi 2. polkning mustaqil cho'ng atriti. Mana qara, bular men mustaqil cho'ng atritga avatilgan siyosiy komissar bilan siyosiy yetakchi. Buning men bilan nima aloqasi bor? Albatta aloqasi bor. Ular hozir yangi 2. polkning odami, xuddi sen bilan menga o'xshash 8. armiya. Og'zingga poq. Ularni 8. armiya degili bo'lamdi. Sana shuni deb qo'yay. Ularni qetib hamon ish bermay qolmaydi. 8. armiyaning nomiga dog' tekkizishdan burun ularni seni o'rningda ujuqtirib atmoqchiman. Lavli, o'zingni bilsa vaqt. Veroyatning o'lganligiga salla emas, mening ishim og'riydi.
Mana men kechicha siyosiy komissar bilan siyosiy yetakchini tanlab chiqdim. Bularni hozirlik hijimchiligini tartib silishga avataman. Shebovchim bu qitim uqishmaslik to'g'riliq afo so'radi. Lavli, bu uning sana yozgan xati. Bo'ladigan ish bo'ldi. Umumiylikni ko'zlagan. O'z maylincha ish qilsang bo'lmaydi. Yelg'o sen kelsen, diviziya komandir kelib onun günahını tilisin bari bir. Canığı can, kanı kan eriş kadimde tatip kelivatkan hayda. Bu hangi vakti? Sana şöyle dep koyay, menin işimge arılışım endime, seni ayavatimen. Konsepdaşlığımızdan yüzünü kırmıgan bolsam, yeni işkinci politnuma bille ucukturup ettim. Leylon, sana şunu dep koyay. Biz degan muntizim armiya, bandit emas. Partiyanın siyaseti, armiyanın intizamı bak. Nima qilaman desang shunday qilishim ruxsat yo'q. Bugun men ko'nglim mushayadil bo'ladi ekanman. Ichiga borman deb ham xiyol qilma. Canış tapayşlığı, kompoli komandir bile avışkisi kuralsızlandırıp derhal qamak koy. Qağa gepte kendi işimiz. Hop! Leylon, adın emas. Qani shunday qilib bakar. Ulan derhal qamaqla! Hop! Ha! Leylon! Leylon, bu hesapni ağam! Dokun! Kapı bulmaysan, cepata atıp kalırgan buldun. Şimdi tüketkendi ki, atapsa çapapsa ihtiyarın. İşini aç! İşini aç deyim! Bu öblaklı! Tügüde, işkinci politning mustaqil cho'ng atirtimi endi bo'lmaydigan bo'ldi. Ey Shebovchim, Leylonning chig'i tegib, nima qilyapsan? Polik komandiri! Bizmi 8. armiya, yeni 2. polik. Mustaqil polikdagi Kung polik komandirining adimi. O'q chiqaman, qandaq ish bo'lsa chiroyliqchi deyshayli. Nemini maslahatisi? Qo'roq gapni oz qil. Darvoza och! Polik komandiri, mening ishni ichpagim yo'q emas. Men sizni obdan bilaman. İşini aslamla hemimiz cinimizden ayrılımız. Yaxşısı Polik komandiri avval qo'shin çekindirip tursunuz. Kung polik komandiri kelgandiyken ishni shujoqda ichib berman. Kompoli komandir bek aldırış boğaçqa, bu işini bana aval kıldı. Sizler siyasi komiser ile siyasi itek çekeldim. Polik komandiri çaqchaq qilmisiniz şu. Ben sizin pilotlarınız bilen minamitlaringizni ko'ryapman. Çoğ ataman! Öyle degen gepanda neydi yeni bilip koşuluş karşı çıksan, toplarımda yüzsüzken dibicim o! Polik komandiri, oyunlu iş qilin! Hemmanla şitikle çıkarınla, ucumga tüşkanı içini sus! Polik komandiri, orada atma! Biz teslim olaylı! Komiser, qaytib keldingizmi? Ha? Komiser, qaytib keldingizmi? Ha? Komiser, polik komandiri, Kung komandirini so'lab qo'ydi. Nima? Şundaq mı kılamdı o? Derhal onu koyuver. Komiser, yana o'zingiz bag'an bo'lsangiz, polik komandirining mijozini obdan bilasiz. Achchig'ini mendan nima qilmaydi. Polik komandir ne ketdi? Askarlarning boshlab xiyonchilikqa ketdi. Xiyonchilig'iga? Ha. Derhal onu koyuver. Xo'p. Polik komandiri, Shebovchim oq tarafdan qochib ketdi. Qolgan qarashlarning hammasi mush yerda. Avval so'roq qilamdik. Bugün bir ay kelişimde başka işim yok. Sizlerge ders ötkili keldim.
Dersim nayta oddiy. Ikki qizi gap. Joniga jon, qoniga qon elish. Lipoli komandiri, bu ishning biz bilan nima aloqasi? Askaringizni ikkinchi begim o'ltirgan, kallasini ma'lum olgan. Ikkinchi begim degan kim? Maliyo degan qaysi? Siz hujum qilganda G'ayboq o'ldi. Ikkinchi atamandan boshqanglar ketsanglar bo'ladi. Kompolik komandirining yuzi qilmasam bo'lmaydi. Qaranglar uning olgan askarlarga. Kompolik komandiri sizlar siyosiy komissarlar siyosiy yetakchi avatdi. Qolgan darsni ular o'tpasin. Ketinglar. Lipoli komandiri rahmat. Rahmat. Lipoli komandiri, Rasululloh o'qishmaslik bo'pti. Bir qo'shiq qiyimdek ketsangiz. Bu kiyimni tanimsan? Taniyman. U chog'da texi 8-armiyaga ketilmagan. Yaxshi. Sana yana bir narsani tanitib qo'yay. Loli! Cho'ng ishlardingiz.